Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi 16 talik ishimiz tayyor bo'ldi. Bu ishimizni Namangan viloyati Haqlobod tumanida yashovchi bitta obunachimiz Rossiyadan turib zakaz qildi. Zakazga binoan ishni tayyorladik. Bu ishimiz 16 talik yog'och lisva yog'ochda tayyorladik. Xonning razmeri 1.20 ga 3.60. Pasayib xon taxta qilib ishlatsa bo'ladi. Materiallarga keladigan bo'lsak, materiallari turetskiy gulli material. Machalkalari sidinasiga 3 dan 3 qavat qo'yganmiz, 9 sm, spinkasida 3 dan 1 qavat 3 sm machalka ishlatganmiz. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 5 million so'm. Dastavkamiz vodiy bo'ylab bepul, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastavkamiz bor. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib tayyorlab yetkazib beramiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Namangan viloyati Haqlobod tumaniga tayyorlangan ishimiz dastavka qilish jarayoni. Mana zakaz bergan klientimiz uyga yetib kelib oldik. Hozir uyga tushirib chiroyli o'rnatib beramiz. Ishimizni ham mana o'rnatib oldik. Xudo xolasa klientimizga juda yoqdi. Uyi 7 metrga, eni 4 metr ekan. Mana 16 talik zo'r tushdi, xudo xolasa.